Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Siz ushbu videoning sarlavhasini ko'rib, ehtimol xavotirga tushgansiz. Rasman Irmaydan pensionerlarga ta'kid bor. Shoshilinch ogohlantirish. Kavartiradagi kirish eshiklarini endi majburan olib ketishi mumkin. Ha, bu sarlavha bir qarashda vahimali tuyuladi va ko'pchilikni sarosimaga solishi tabiiy. Bugun men siz bilan aynan shu mavzuni, ushbu shov-shuvli gaplar o'rtadagi haqiqatni batafsil muhokama qilmoqchiman. Bu juda muhim ma'lumot. Chunki u har biringizga taalluqli bo'lishi mumkin. Ayniqsa qarindoshlaringiz, qo'shnilaringiz yoki o'zingiz ham bu kabi xavf ostida qolishingiz mumkin. Shuning uchun hozirroq kanalimizga obuna bo'ling va ushbu videoga like bosing, toki bu muhim ma'lumot ko'p nafar insonlarga yetib borsin va eslab qoling. Vahima qilish emas, balki vaziyatni tushunib, to'g'ri harakat qilish muhimdir. Men bugun sizga aynan shunday to'g'ri yo'lni ko'rsatishga harakat qilaman. Muammoning mohiyati, avvallari qanday edi va hozir nima o'zgardi? Keling, avval sarlavhadagi ikkita asosiy qismga aniqlik kiritaylik. Bir maydan pensionerlarga taqiq va kirish eshiklarini majburan olib ketishlari mumkin. O'zbekiston qonunchiligida bir maydan boshlab pensionerlarga nimadir taqiqlandi degan umumiy tusdagi qonun loyihasi yoki qaror qabul qilinmagan va bunday holat mavjud emas. Bu ehtimol aniq bir vaziyatni umumlashtirib, noto'g'ri talqin qilingan ma'lumotdir. Ammo bu degani muammo yo'q degani emas. Gap ko'pincha fuqarolarning, jumladan pensionerlarning ham zimmasidagi majburiyatlar, xususan qarz majburiyatlari va ularni undirish mexanizmlari haqida ketmoqda. Majburiy ijro byurosi MEB tashkil etilgandan beri qarz undirish jarayonlari yanada tartibga solindi va samaraliroq bo'ldi. Avvallari qarz undirish jarayonlari ancha sekin, ba'zan esa byurokratik to'siqlarga duch kelardi. Sud qarorlari ijrosi ham ko'p hollarda cho'zilib ketardi. MEBning paydo bo'lishi bilan ijro ishlari bo'yicha yagona vakolatli organ paydo bo'ldi va u ijro etuvchi hujjatlar, masalan, sud buyruqlari, sud qarorlari, ijro varaqalarini tezroq va qat'iroq ijro etish vakolatiga ega bo'ldi. Aslida o'zgarish shu yerda. Bu shuni anglatadiki, qonuniy kuchga kirgan qarz undirish haqidagi sud qarorlari endi qat'iroq ijro etiladi va bu jarayonlarni e'tiborsiz qoldirish avvalgidan ko'ra jiddiyroq oqibatlarga olib kelishi mumkin. Kirish eshiklarini majburan olib ketishlari mumkin iborasiga kelsak, bu ham to'g'ridan to'g'ri ma'noda emas, balki qarz yig'ilib ketganda va barcha undirish qoralari samarasiz bo'lganda, qarzdorning mulki, shu jumladan kvartirasi yoki uning bir qismi sud qarori asosida majburiy sotuvga qo'yilishi mumkinligini anglatuvchi metaforik ifodadir. Ya'ni MEB xodimlari qarzdorning mol-mulkini xatlashi, uni baholashi va kimoshdi savdosiga qo'yish uchun kvartiraga kirish huquqiga ega bo'ladi. Va agar mulk sotilishi kerak bo'lsa, mulkdan mahrum bo'lish holati yuzaga keladi. Bu esa haqiqatan ham jiddiy muammo bo'lib, har qanday fuqaroning hayotiga ta'sir qilishi mumkin. Yoshi yoki ijtimoiy holatidan qat'iy nazar. Ammo shuni tushunish kerakki, bu faqatgina so'nggi chora hisoblanadi va unga qadar bir qancha ogohlantirishlar va boshqa choralar qo'llaniladi. Asosiy qism 1. Nimalarni bilishingiz kerak, kim xavotirlanishi kerak va kim xavotirlanmasligi kerak. Keling hozirgi vaziyatni, aniqroq qarz undirish jarayonlarini batafsil tahlil qilamiz. Siz nimalarni bilishingiz shart? Birinchidan, har qanday qarz u kommunal to'lovlar, gaz, elektr, suv, issiqlik, maishiy chiqindilar, bank kreditlari, soliqlar, jarimalar, aliment yoki boshqa turdagi majburiyatlar bo'lsin, o'z vaqtida bajarilishi kerak. Agar qarz yuzaga kelsa, uni imkon qadar tezroq bartaraf etishga harakat qiling. Qarz yig'ilib qolganda jarayon quyidagicha kechadi. 1. Asterisk ogohlantirishlar. Dastlab sizga qarz beruvchi, kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilot, bank, soliq idorasi va hokazo tomonidan ogohlantirishlar yuboriladi. Ular telefon orqali qo'ng'iroq qilishlari, SMS yuborishlari, yozma xatlar jo'natishlari mumkin. Bu bosqichda siz hali ham qarzni qisman yoki to'liq to'lov jadvalini kelish imkoniyatiga egasiz. 2. Asterisk sudga murojaat. Agar ogohlantirishlar e'tiborsiz qoldirilsa va qarz to'lanmasa, qarz beruvchi sudga murojaat qiladi. Sud ishi boshlanishi haqida sizga xabar beriladi. Sud jarayonida siz o'z pozitsiyangizni tushuntirish, dalillar keltirish huquqiga egasiz. Ba'zan, ayniqsa kichik qarzlar bo'yicha sud buyrug'i berilishi mumkin. Bunda sud majlisi o'tkazilmasdan faqat hujjatlar asosida qaror chiqariladi. Asterisk ijro varaqasi va MEBga yuborish. Asterisk sud qarori qonuniy kuchga kirgach yoki sud buyrug'i berilgandan so'ng ijro varaqasi beriladi va u majburiy ijro byurosi MEBga ijro etish uchun yuboriladi. MEB qarzdorlikni undirish bo'yicha barcha vakolatlarga ega bo'lgan davlat organidir.
muddat MIBning ishi. MIB xodimi sizga ijro ishi qo'zg'atilgani haqida xabarnoma yuboradi va qarzdorlikni ixtiyoriy ravishda to'lash uchun ma'lum bir muddat, ko'pincha 5-15 kun beradi. Agar bu muddatda qarz to'lanmasa, MIB tomonidan majburiy ijro choralari qo'llaniladi. Bu choralarga bank hisoblaridan pul yechib olish, daromadlarning ma'lum qismini ushlab qolish, ish haqi, pensiya, stipendiya, mol-mulkni xatlash, avtomobil, dacha, garaj, kvartira va boshqalar va uni kimoshdi savdosiga qo'yish kiradi. Kim xavotirlanishi kerak? Jiddiy va uzoq muddatli qarzlarni e'tiborsiz qoldirganlar. Agar sizda katta miqdordagi kommunal to'lovlar, bank kreditlari, aliment yoki soliq qarzlari bo'lsa va siz bir necha bor ogohlantirilgan bo'lsangiz-da, hech qanday chora ko'rmagan bo'lsangiz, xavotirlanishga asos bor. Ayniqsa, yoshi ulug' insonlar ba'zan texnologiyalar yoki byurokratik jarayonlar bilan bog'liq qiyinchiliklar tufayli qarzlarni to'lamay o'g'irlashtirishi mumkin. Ogohlantirishlar va sud chaqiruvlarini mensimaganlar. Astirish, suddan kelgan xatlarni ochmaslik, chaqiruvlarga bormaslik yoki MIB xabarnomalarini e'tiborsiz qoldirish vaziyatni yanada jiddiylashtiradi. Bu holatda siz o'z huquqlaringizni himoya qilish imkoniyatidan mahrum bo'lasiz. Astirish, kreditlarga kafil bo'lganlar. Agar siz birovning kreditiga kafil bo'lib, u shaxs o'z majburiyatlarini bajarmasa, bank sizdan qarzni undirishni talab qilishi mumkin. Bunday holatda ham sizning mol-mulkingizga da'vo qilinishi mumkin. Mulkini qarovsiz qoldirganlar. Agar mulk egasi uzoq muddat davomida o'z mulkiga qaramasa, kommunal to'lovlar yig'ilib ketsa, bu ham oxir-oqibat ijro ishga sabab bo'lishi mumkin. Kim xavotirlanmasligi kerak? O'z majburiyatlarini o'z vaqtida bajaradi deganlar. Agar siz kommunal to'lovlarni, kreditlarni va boshqa majburiyatlarni doimiy ravishda o'z vaqtida to'lab boradigan bo'lsangiz, sizga hech qanday xavf yo'q. Kichik, oson hal qilinadigan qarzlarga ega bo'lganlar. Agar sizda kichik miqdorda qarz yuzaga kelgan bo'lsa va siz uni tezda to'lashga yoki qarz beruvchi bilan kelishib, to'lov jadvalini tuzishga tayyor bo'lsangiz, bu vaziyat ham jiddiy oqibatlarga olib kelmaydi. Aslida vaziyatni hal qilish uchun faol harakat qilayotganlar, agar sizda qarz muammosi bo'lsa-yu, siz qarz beruvchi yoki MIB bilan aloqada bo'lib vaziyatni hal qilish, to'lov jadvalini tuzish yoki huquqiy yordam olish uchun harakat qilayotgan bo'lsangiz, siz ham xavotirlanmasligingiz kerak. Chunki bu holatda siz ijrochilik jarayonini nazorat qilasiz va so'nggi ko'tralargacha vaziyatni oldini olish imkoniyatingiz bo'ladi. Bir necha aniq misollar, raqamlar va vaziyatlar bilan. Misol 1. Kommunal qarzlar, gaz, elektr. Toshkentda yashovchi Mavluda opa, yolg'iz pensioner, 3 yil davomida gaz uchun 15 million so'm qarz yig'ib qo'ydi. U gaz ta'minoti idorasidan kelgan ogohlantirish xatlarini tushunmasdan yoki e'tiborsiz qoldirib keldi. Oxir-oqibat gaz ta'minoti korxonasi sudga murojaat qildi. Sud qaroriga ko'ra Mavluda opaning qarzi undirilishi kerak edi. Ijro varaqasi MIBga yuborildi. Men xodim Mavluda opaga kelib uning holatini o'rgandi. Dastlab Mavluda opaning pensiyasining bir qismini ushlab qolishga harakat qilindi. Ammo pensiya miqdori minimal tirikchilik darajasidan kam bo'lganligi sababli bu to'liq qarzdorlikni qoplashga yetmasdi. Qonunchilikka ko'ra minimal pensiya va nafaqalarning to'liq miqdori, shuningdek boshqa ma'lum turdagi daromadlar, masalan, bir martalik ijtimoiy yordamlar undiruvga qaratilishi mumkin emas. Ammo Mavluda opaning boshqa mol-mulki bo'lmagani uchun MIB xodimi uning kvartirasini baholashga majbur bo'ldi. Kvartira Mavluda opaning yagona turar joyi bo'lsa ham, agar qarz juda katta miqdorda bo'lsa va boshqa mulk bo'lmasa, qonuniy tartibda ushbu kvartira sud qarori bilan kimoshdi savdosiga qo'yilishi mumkin. Albatta bu jarayon juda murakkab va unda qonunchilikning barcha jihatlari, jumladan voyaga yetmagan bolalarning huquqlari ham inobatga olinadi. Biroq agar qarz 50 milliondan ancha yuqori bo'lib, misol uchun 2 millionga yetganda va pensionerning boshqa mol-mulki bo'lmasa, yakuniy chora sifatida kvartira savdosiga qo'yilishi mumkin. Bu yerda eshikni olib ketish deganda. MIB xodimi sud qarori asosida kvartiraga kirish huquqiga ega bo'lish va mulkni xatlab inventarizatsiya qilishi, keyin esa uni sotuvga qo'yish tushuniladi. Bu aslida mol-mulkni yo'qotish xavfi degani. Aslida misol 2. Kredit bo'yicha qarz. Karimovlar oilasi bankdan 1 million so'm iste'mol krediti olgan va o'z kvartirasini garovga qo'ygan edi. Ishlar yomonlashib, ular kreditni 6 oy davomida to'lay olmadi. Bank dastlab bir necha bor ogohlantiruvchi xatlar yubordi. So'ngra sudga murojaat qildi. Sud qaroriga ko'ra garovga qo'yilgan kvartira kimoshdi savdosiga qo'yilishi kerak edi.
Chunki bu qarz juda katta edi va uning uchun kvartira garov sifatida ko'rsatilgan. MIB bu qarorni ijro etishga kirishdi. Karimovlarga o'z xonadonini qonuniy narxda sotish va qarzni to'lash uchun ma'lum muddat berildi. Agar ular bu muddatda sotmasa, kvartira MIB tomonidan bog'lanib kimoshdi savdosida sotiladi. Bu yerda ham eshik olib ketilmaydi. Balki kvartiraga kirish huquqi, uni baholash va sotish huquqi paydo bo'ladi. Misol uchun aliment qarzi. Akmal ismli shaxs farzandlariga 7 million so'mdan ortiq aliment qarzi yig'ib qo'ydi. U ish joyini yashirib, qasddan aliment to'lashdan bo'yin tovlagan. Alimentni undirish bo'yicha ijro varaqasi MIBga yuborilgan. MIB Akmalning bank hisoblaridagi pullarni xatladi, ammo ular qarzni qoplashga yetmadi. Keyin uning nomidagi avtomobil ro'yxatga olindi va xatlandi. Agar avtomobil ham qarzni qoplashga yetmasa, Akmalning boshqa mulklari, shu jumladan agar u boshqa turar joyi bo'lmasa, uning kvartirasining bir qismi, agar u xonadonning to'liq egasi bo'lmasa yoki butun kvartira ham majburiy undiruvga qaratilishi mumkin. Aliment qarzi bu ijtimoiy ahamiyatga molik qarz turi bo'lib, undiruv choralari juda qat'iy qo'llaniladi. Misol soliq qarzlari. Bahrom aka kichik do'koniga ega bo'lib, 3 yildan buyon mulk solig'ini to'lamagan. Qarz miqdori foizlar bilan birga 20 million so'mga yetdi. Soliq inspeksiyasi sudga murojaat qildi va sud qarori MIBga yuborildi. MIB Bahrom akaning hisob raqamlarini blokladi, ammo mablag' yetmadi. Keyin MIB xodimlari uning do'konini mulk sifatida xatlashga kelishdi. Agar do'kon ham yetarli bo'lmasa, uning shaxsiy uyiga ham murojaat qilinishi mumkin. Agar boshqa mol-mulk topilmasa. Bularning barchasi shuni anglatadiki, qarz undirish jarayonlari qonun doirasida amalga oshiriladi va eshikni shunchaki olib ketish emas, balki mulkni to'liq yo'qotish xavfi mavjud. Shuning uchun har qanday ogohlantirishga jiddiy e'tibor berish lozim. Asosiy qismi 2. Qoidadan istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar. Asli qoidadan istisnolar. O'zbekiston qonunchiligida qarz undirish bo'yicha ba'zi himoya choralari mavjud. Yagona turar joy qonunchilikka ko'ra, agar qarzdorning yagona turar joyi bo'lsa va u garovga qo'yilmagan bo'lsa, uni majburiy ravishda olib qo'yish juda murakkab jarayon hisoblanadi. Fuqarolik protsessual kodeksining 2.6 moddasiga binoan ijro undiruvini qarzdorning yagona turar joyga qaratishga yo'l qo'yilmaydi. Faqat agarda ushbu turar joy ipoteka obyekti bo'lsa va qarz aynan ipoteka shartnomasi bo'yicha kelib chiqqan bo'lsa. Ammo agar qarz juda katta bo'lsa, masalan 100 millionlab so'm bo'lsa va boshqa hech qanday mulk bo'lmasa, sudning alohida qarori bilan bu istisnoga ham chek qo'yilishi mumkin. Lekin bu juda kam uchraydigan va oxirgi chora hisoblanadi. 2. Asosiy minimal daromadlar. Asosiy pensiya va ijtimoiy nafaqalarning ma'lum qismi, shuningdek ba'zi bir moddiy yordamlar ijro undiruviga qaratilishi mumkin emas. Masalan, aliment to'lovlari bo'yicha pensiyaning ma'lum foizi ushlab qolinishi mumkin bo'lsa-da, qolgan qismi tirikchilik uchun saqlanib qoladi. Qarzdorning daromadi va mol-mulki yetarli bo'lmasa, undiruv qarzdorning ish haqi yoki unga tenglashtirilgan daromadlardan har oydagi maoshi va daromadlarning exir foizdan ortiq bo'lmagan miqdorda ushlab qolinadi. O'chiz bolalar manfaatlari. Agar qarzdorning kvartirasida voyaga yetmagan bolalar yashasa, sud va vasiylik organlari bolalarning huquqlarini himoya qilish uchun qo'shimcha choralar ko'radi. Bu holatda mulkni sotish jarayoni yanada murakkablashadi va ko'pincha bu harakatlarga to'sqinlik qilinadi. 4. Uchinchilarning mulki. Agar kvartirada qarzdordan boshqa shaxslarning ham ulushi bo'lsa, masalan oila a'zolarining, undiruv faqat qarzdorning mulkiga qaratiladi. Boshqa ulush egalarining huquqlari himoya qilinadi. Tuzoqlar, ogohlantirishlarni e'tiborsiz qoldirish. Bu eng katta xato. Ko'pchilik xatlarni ochmaydi. Telefon qo'ng'iroqlariga javob bermaydi yoki o'tib ketar deb umid qiladi. Natijada vaziyat og'irlashib, sud qarori sizning ishtirokingizsiz chiqariladi va MIB ijroga kirishadi. Asosiy hujjatlarni tushunmaslik, yozma bildirishnomalar, sud chaqiruvlari yoki MIB qarorlarida ko'pincha huquqiy atamalar ishlatiladi. Ularni tushunmaslik va tushuntirish so'ramaslik ko'pincha noto'g'ri qarorlarga olib keladi. Asos norasmiy kelishuvlarga ishonish. Ba'zida odamlar qarz beruvchi bilan og'zaki kelishuvlarga ishonadi, ammo bu kelishuvlar sud va MIB uchun hech qanday huquqiy kuchga ega emas. Har qanday kelishuvni yozma ravishda rasmiylashtirish shart. Harbiy xizmatchilar va nogironligi bor shaxslarning alohida holatlari ba'zi toifadagi fuqarolarga nisbatan ijro harakatlari ma'lum bir shartlar asosida amalga oshiriladi. Masalan, harbiy xizmatchilarning mol-mulkiga undiruv qaratishda ba'zi cheklovlar bo'lishi mumkin.
noaniq nuanslar davom muddati. Ma'lum bir turdagi qarzlarni undirish uchun davom muddati mavjud. Ko'pincha 3 yil. Agar bu muddat o'tib ketgan bo'lsa, sud qarzni undirishdan bosh tortishi mumkin. Ammo har bir to'lov yoki qarzni tan olish davom muddatini qayta boshlashi mumkin. Shuning uchun bu masalada huquqshunos bilan maslahatlashish muhim. Kreditlarning ustuvorligi. Agar bir shaxsda bir nechta qarz bo'lsa, qaysi qarz birinchi navbatda undirilishi qonun bilan belgilangan. Masalan, aliment qarzlari ko'pincha boshqa qarzlarga nisbatan ustuvorlikka ega bo'ladi. Ijro xarajatlari. Qarzdor nafaqat o'z qarzini, balki ijro harakatlari bilan bog'liq xarajatlarni davlat boji, MIB xarajatlari, baholash xarajatlari va hokazo ham to'lashga majbur bo'ladi. Bu qarz miqdorini sezilarli darajada oshirishi mumkin. Mulkni baholash qiymati MIB tomonidan xatlangan mol-mulk baholanishi shart. Agar siz baholash narxi adolatli emas deb hisoblasangiz, uni sud orqali yoki mutaxassislar yordamida qayta baholashni talab qilish huquqiga egasiz. Bu ayniqsa kvartira kabi yirik mulklar uchun juda muhim. Agar mulk past baholansa, u arzonroqqa sotilib, sizga katta zarar keltirishi mumkin. Amaliy maslahatlar. Tomoshabin nima qilishi kerakligi haqida aniq qadamlar. Aziz do'stlar, yuqorida aytilganlardan kelib chiqib, agar sizda qarz muammosi bo'lsa yoki bunday holatga tushib qolishni istamasangiz, quyidagi amaliy maslahatlarga amal qiling. 1. Asl oldini olish eng yaxshi yechimdir. To'lovlarni o'z vaqtida amalga oshiring. Barcha kommunal to'lovlar, kreditlar, soliqlar va jarimalarni belgilangan muddatlarda to'lab boring. Zamonaviy texnologiyalardan foydalaning. Mobil ilovalar, bank xizmatlari to'lovlarni oson va qulay qilish uchun. Xatlaringizni tekshirib turing. Pochta qutingizni muntazam ravishda ko'rib chiqing. Notanish raqamlardan kelgan telefon qo'ng'iroqlariga javob bering. Ayniqsa banklar, kommunal xizmatlar yoki hukumat idoralaridan bo'lsa, huquqiy savodxonligingizni oshiring qonunlarni. O'z huquqlaringiz va majburiyatlaringizni bilishga harakat qiling. Bu sizni ko'plab muammolardan qutqaradi. 2. Agar sizda qarz yuzaga kelgan bo'lsa, vahima qilmang, lekin darhol harakat qiling. Vaziyatni inkor etish yoki kechiktirish uni yanada yomonlashtiradi. Tezroq choralar ko'ring, qarzni tekshiring, sizdan undirilayotgan qarz miqdori va uning asoslarini aniqlang. Qarz beruvchidan gaz idorasi, elektr tarmoqlari, bank rasmiy ma'lumotnomalar, to'lovlar tarixi va qarzdorlik haqida yozma hisobot so'rang. Ehtimol hisob-kitobda xatolik bo'lishi mumkin. Qarz beruvchi bilan bog'laning. Sudga murojaat qilishdan oldin qarz beruvchi tashkilot bilan bog'lanib, vaziyatni tushuntiring. To'lov jadvalini tuzish yoki qarzni bo'lib to'lash imkoniyatlarini muhokama qiling. Ko'pincha tashkilotlar sudga bormasdan muammoni hal qilishga tayyor bo'lishadi. Barcha kelishuvlarni yozma ravishda rasmiylashtiring. Agar MIB jarayonga aralashgan bo'lsa, hamkorlik qiling, ammo huquqlaringizni biling. MIB xodimlariga eshikni oching, ular bilan ochiq muloqot qiling. Ularning harakatlari qonun doirasida bo'lishini talab qiling. Ulardan ijro ishi bo'yicha hujjatlarni, sud qarori, ijro varaqasi, ijrochi qarori ko'rsatishlarini talab qiling. Huquqiy maslahat oling. Advokat yoki malakali huquqshunosga murojaat qiling. Ular vaziyatni tahlil qilib, sizga qanday harakat qilish kerakligini tushuntirib berishadi. Zarur bo'lsa sizning nomingizdan hujjatlar tayyorlashadi yoki sudda himoya qilishadi. MIB bilan to'lov jadvalini kelishishga harakat qiling. MIB xodimlari bilan ham qarzdorlikni bo'lib to'lash bo'yicha kelishuvga erishish mumkin. Buning uchun siz o'z moliyaviy holatingizni tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim etishingiz kerak bo'ladi. Sud qaroriga shikoyat qiling. Agar siz sud qarorini noto'g'ri yoki adolatsiz deb hisoblasangiz, belgilangan muddatlarda, odatda 10 kun ichida yuqori instansiya sudiga shikoyat qilish huquqiga egasiz. Muhim mulkingizni himoya qiling. Qonuniy jihatdan undiruv qaratilishi mumkin bo'lmagan mulklar, yagona turar joy, minimal daromadlar va hokazo haqida ma'lumotga ega bo'ling va ularni himoya qilish uchun huquqiy choralar ko'ring. Moliyaviy ahvolingiz haqida shaffof bo'ling. Agar sizda to'lash imkoniyati yo'q bo'lsa, bu haqda rasmiy hujjatlar bilan MIBga ma'lum qiling. Bu ijro harakatlarini kechiktirish yoki yumshatishga yordam berishi mumkin. Qayerga murojaat qilish kerak? Qarz beruvchi tashkilot. Agar qarz kommunal to'lovlardan bo'lsa, gaz, elektr, suv ta'minoti idoralariga murojaat qiling. Bank krediti bo'yicha bankka, majburiy ijro byurosi MIB, mahalliy MIB bo'limiga murojaat qiling. Ularning tuman bo'limlari har bir hududda mavjud. Fuqarolik ishlari bo'yicha sud.
Agar sud qaroriga e'tiroz bildirish yoki da'vo muddati masalasida murojaat qilish kerak bo'lsa, advokat yoki huquqshunos har qanday huquqiy muammo yuzaga kelganda professional yordam uchun mahalla qo'mitasi, ba'zan mahalla qo'mitasi ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarga yordam berishi yoki men bilan muloqotda vositachi bo'lishi mumkin. Qanday hujjatlar yig'ish kerak? Pasport va mulkingizga tegishli kadastr hujjatlari, kommunal to'lovlar kvitansiyalari, bank ko'chirmalari agar sizda bor bo'lsa, sud qarorlari, MIBdan kelgan barcha ogohlantirishlar va qarorlar, qarz beruvchi bilan qilingan barcha yozishmalar va kelishuvlar, oilaning moddiy ahvolini tasdiqlovchi hujjatlar, ish haqi, pensiya miqdori haqida ma'lumotnoma, nogironlik guvohnomasi, bolalarning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari. Aslida nimalarni yozish kerak? To'lov jadvali bo'yicha ariza, mulkni baholashga e'tiroz, sud qaroriga nisbatan apellyatsiya yoki kassatsiya shikoyati, MIBdan rasmiy ma'lumot so'rash bo'yicha so'rov, qarzni undirishni kechiktirish yoki bo'lib to'lash haqida iltimosnoma, xulosa va yakuniy ogohlantirish. Aziz do'stlar, bugun biz ilmaydan pensionerlarga taqiq va kirish eshiklarini majburan olib ketish kabi shov-shuvli sarlavhalar o'rtidagi haqiqiy vaziyatni, ya'ni qarz undirishning qonuniy mexanizmlarini batafsil ko'rib chiqdik. Esingizda bo'lsin, hech kim sizning eshigingizni shunchaki olib ketmaydi. Gap mulkingiz, shu jumladan yashash joyingiz qarzlar tufayli undiruvga qaratilishi mumkin bo'lgan holatlar haqida ketmoqda. Bu juda jiddiy masala. Ammo vahima qilish emas, balki vaziyatni tushunib, to'g'ri va o'z vaqtida harakat qilish muhimdir. Har doim o'z majburiyatlaringizga mas'uliyat bilan yondashing. Agar qarz yuzaga kelsa, uni inkor etmasdan, balki imkon qadar tezroq hal qilishga intiling. Qarz beruvchilar bilan muloqot qiling. To'lov jadvalini tuzishga harakat qiling. Agar vaziyat og'irlashsa va MIB jarayonga aralashsa, zudlik bilan huquqiy yordam oling. O'z huquqlaringizni biling va ularni himoya qilishdan qo'rqmang. Umid qilamanki, bu ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi. O'z fikringizni izohlarda yozing. Bu video sizga yordam bergan bo'lsa, like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Zero. Huquqiy savodxonlik bu har bir fuqaroning ishonchli kelajagi garovidir. Keyingi videolarda ko'rishguncha